Uchqunaga, Yunusobod, Bodomzor, Qazi mahallani bilasizlar. Shuni orqasida elitniy mahalla, o'zi bilganlar biladi. Suv, gaz, svet, kanalizatsiya to'g'risida gapirmasam ham bo'ladi. Shu yerda mana почти 6 sotix xonadonimiz chiqqan. O'sha burchak darvozadan mana bunday ko'rsat, mana suv tugagan joygacha 17 metr. Oldida mana o'zining огородlari ham bor. Atroflari juda chiroyli, zo'r mahalla bu yerda. Narxi срочный arzonroq narxda chiqib qoldi. Hozir endi ichlarini ham ko'rsataman sizlarga. Aytgancha, bu yerda mana ikkita darvoza, o'zi bitta yer bo'lgan, почти 6 sotu, bu yog'i 3 qanchadir, bu yog'i 2 qanchadir, lekin bitta sotilyapti, narxi ham bitta bo'ladi. Tan kelib ikkita darvoza ekan deb noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana bundoq kelgan, men paxsadan bo'lgan xonadonlar, endi eshik o'sha paytda bir 10 tacha общий xona bor. Endi uy ichlarini ko'rsatmadim, chunki buzib quradigan joy. Xullas, bir sotigini 65 mingdan so'rashyapti. Yana azini kelishtiradigan joyligi bor. O'zi bu mahallalarga kelib bir narx-navo qiziqsanglar 70 dan shu so'rashyapti. Pastda egalar nomeri, tez aloqaga chiqib, mana shu yozlarda mana shularga chiroyli uchastkalar qilib ko'chib kirib olinglar. Pastki nomerga aloqaga chiqinglar, tamom.